Odamlar oldidamiz, oteldamiz, zavtrakdamiz. Mana shuncha sovuq, shuni olib yuzimga shart deb shuni sochib olgan. Mana shuni qilgan. O'zingga serva degan. Men buni ko'p marta aytib berganman ayollarga, yana bir marta aytaman, kim eshitmagan bo'lsa, ertalab o'tiribmiz, zavtrakda jahlim chiqib ovqatlanyapman. Davlat aka o'zi по себе shunaqa kayfiyat odam edi. Bolalari o'tiribdi, kichkina bolalarimiz hammasi-da. Shu qizim oldida qo'li bilan nimanidir yeyishni boshladimi, oqizdimi, nimadir qildi-da shu kiyimini ustida. Shunaqa hali ham ovqatlanish men uchun bu norma emas-da, как будто бы men o'zimcha o'zidan kimnidir yasab olgan onadi. Shuni jahlim chiqqanda mana bunaqa qilib urib to'g'ri ovqatlan, mana bunaqa qilib ovqatlanish kerak deb qo'liga vilkani berib, mana bunaqa qilib ye, o'lasanmi shunaqa ovqatlansang deb jahlim chiqadi. Erim qarab turibdi, kuzatdi, bir kuzatdiki, Amira dedi. Amira tinchlan, imon jahlim chiqyapti-ku. Siz hozir meni o'chirmay olmasinmi? Mana qarang qanaqa ovqatlanyapti. Dalshida bu yerda tasavvur qildingiz-a qanaqa ayol? Tushunyapsiz? Ayollar kim o'zini tanigan bo'lsa tabriklayman sizni. Siz bu yolg'iz emassiz. Shunaqa bo'lganman. O'sha payt shuni qo'lida sok turibdi. Shunaqa jahli chiqyapti. Shuni olib yuzimga shart deb shuni sochib olgandi. Mana shuni qilgan. O'zingga serva degan. Qilganman-da, tamom. Shuni turganman, jahlim chiqgan, o'sha kuni u kishi bilan gaplashmaganman, kayfiyatsiz yuribman, boshqa-da. Ichimda nima bo'lyapti? U vinovat. Mana shunaqa qildi, hammani oldida. To'xta, sen o'zi qayerdasan? Qarab, вообще-то Italiya, вообще-то Rimini shahrida edik-da. O'sha payt такой insight kelganda, sen o'zi nima jahling chiqib, nima bo'lyapti? Nega men ustimda shunaqa sokni ag'darib bordi bu odam degan narsa yo'q-da. Masalan, hozir sen agar adekvat ayol bo'lsang, sen o'zingni kuzatadigan, o'zingni tushunadigan, emotsional rivojlangan ayol bo'lsang, hech qachon normal erkak seni ustingga sokni mana bunaqa qilib tashlamaydi. Chunki senga shu narsa kerak o'sha payt. Sen shu narsani bilmayapsan. Sen shu qadar qorong'ulik ichida qolib ketgansan. Keyin men tushunganman, bu insonga men bilan qiyin. Bu narsani aytgan. Qiynalib ketdim sen bilan degan. Meni уже mashtimga keldim, yasholmayman unaqa degan. Ana o'shanda men o'zimga savol berishni boshlaganman. Значит, men qat'iyatdir noto'g'ri ketib qolganman. Hayotimda qanaqadir вообще boshqa qaysidir noto'g'ri yo'lga kirib ketganingni tushunasan. Ana o'sha yo'ldan orqaga sekin-asta qaytasan. Orqaga qaytganinggacha ilm olasan, o'rganasan, nega degan savolni berasan, nimani tushunishim kerak, Xudoni anglashni boshlaysan. Sekin kelasanda o'sha nol holat bo'ldi. Ana endi shu yerdan o'samiz deb keyin tepaga chiqib ketasan.